Biz ötken kelişimizde vatandaşlarga Dalai Lama toğruluq sözlegende Cungo hükümetinin teşviqat targibatlары neme degenligi toğrusida toxtalgan edik. Bugün endi 6 ayının 15 günü saat 10'da çarşamba günü Prezident Obama Dalai Lama'nı qabul qildi. Xitoy matbuotlari yana nima dedi? Buningga diqqat qilishinglarni umid qilib, yana bir leksiya tayyorlab keldik. Prezident Obama Dalai Lama bilan yana ko'rishdi. O'z beshimchilik qilib Cungo'ga qattiq pozitsiya qo'llanganligini oshkorladi. Mavzuli xabar 6 ayning 15 kuni Cungo Yer shari vaqt gazeti e'lon qilindi. Shu kuni Vanvi tor betiga ko'chirib besildi. Biz bu maqolaning dunyo Dalai Lama'ni tashlab etdi deydigan kichik mavzusi ostidagi mazmunini vatandaşlarga leksiya o'rinda tanishtiramiz. Fransiyaning sobiq prezidenti Sarkozy, navbatdagi Germaniyaning vaziri Angela Merkel, Angliyaning vaziri Cameron qatorliq 3 nafar arbab hammasi Yevropadagi cho'ng davlatlarning rahbarlari edi. Yana bir o'xshashlik tarafi shu yerdiki, bularning hammasi vazifa o'tagan mezgilda Dalai Lama bilan ko'rishgan. Hamda Cungo'ning jazolashiga uchragan. Qarang, Cungo ular ko'rishibdi, Dalai Lama bilan Cungo ularni jazolabdi. Lekin Fransiyaning navbatdagi prezidenti Hollandi vazifaga o'ltirgandan keyin Dalai Lama bilan ko'rishmadi. 2013-yili Hollanda Cungo'ni ziyorat qildi. Angliyaning vaziri Cameron Hollandaning Beijingda Qizil gilamga dastaganligini ko'rdi-yu. Lekin o'zi bunda qarshi elishga erisholmadi. Angliya Kundalik Telegraf gazeti shu chaqda mundaq yozgan edi. Vazir Cameron bilan Dalai Lama'ning xususiy uchrashishiga 1 yildan eshib ketdi. Angliya yana Cungo tarafidan IŞİD katigiga tashlab etildi. Germaniyada nashr qilingan Janubiy Germaniya gazeti mush ayning 15 kuni Germaniya vaziri Angela Merkelning Cungo'ni 9 qatam ziyorat qilganligi ustida to'xtalib, Angela Merkel 2007-yili amdili vazifaga o'ltirganda o'z beshimchilik qilib Dalai Lama bilan ko'rishdi. Endi bugungi kuni kelganda Endi onun bu xil simvollik qiyofat ko'rsatishga o'rin qolmadi. Ya'ni Dalai Lama bilan yaqindan beri ko'rishmadi demakchi. Dalai Lama bilan ko'rishganda balki davlat ichida nomorga erishish mumkin. Lekin amaliy masala hal qilinmaydi. Yer shari vaqt gazeti mundaq davomlashtirdi. İqtisad menfaatini tanlab elish kerakmi yoki axloqni tanlab elish kerakmi? Buni Yer shari vaqt gazeti qo'yibdi. Hozir xalqaro jamiyatga g'arbdagi demokratik ellar davlat boshliqlarining oldiga hozir Yer shari vaqt gazeti savol qo'yibdi. İqtisad menfaatini tanlab elish kerakmi yoki axloqni tanlab elish kerakmi? Bu mesele g'arb matbuotlari, g'arb davlat boshliqlari Dalai Lama bilan ko'rishganda avval o'ylashadigan tugunchakdir, bir tugunchakdir. Demak, iqtisod masalasini desang, Cungo'ga o'z xatir qil, axloq masalasini desang, Dalai Lamaga o'z xatir. Bu Cungo'ning qo'ygan savoli ekanda, bu apandilar vatandoshim diqqat qiling. London Universiteti Yevropa hozirgi zamon siyosat tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Kiliejes 15 kun Yer shari vaqt gazeti muxbiriga mundaq ko'rsatgan. Hozir Yevropa rahbarlari bu masalaga o'tmishdagidek tartishib o'ltirmaydi. Bir tarafdan Dalai Lama vakillik qilgan kuch hozir Yevropada kun sayin tuvan tabaqalashdi. Uningdan boshqa Angela Merkel va vazir Cameron Dalai Lama bilan ko'rishgandan keyin tortgan ziyonni o'z ko'zi bilan ko'rishdi. Şuna Dalai Lama meselesinde Avrupa devlet rehberleri ihtiyatçan bulup kaldı. Bu devlet siyasetiga ta'sir ko'rsatadigan gap. İqtisodni tanlasan bu yoqqaman, Dalai axloqni tanlasan u yoqqaman. Ko'ranglar, Cungo Yer shari vaqt gezi shunda da g'arb dunyosi davlat rahbarlari nima deb qaraydiganda bunday savollarga. Dunyo hozir Dalai Lamani tashlab etdi.
2015-yılı 11 ayda Hindistan'ın chet el turuşluq elçisi qilib tayinlangan Yeni Dihli Davlat Müdafiə Tadqiqat Ornining tadqiqatçısı Pinchok muşu mesele toğrusida maqala e'lon qilib, yer şarining vaziyati hozir Jungoga qarab kishini cho'chitgidek darajada o'zgardi. Ayni chog'da davlatning ichki qismida saylam raqobatiga tushganda Dalay Lamani Budda dinining darajadan tashqari yultuzi deb ta'riflagan g'arb davlat rahbarlari bugun bir-birlab Dalay Lamani tashlab etishdi. 2001-yili butun dunyoda 10 necha davlat rahbari Dalay Lama bilan ko'rishgan bo'lsa, 2001-yildan 2005-yilgacha 21 davlatning rahbari Dalay Lama bilan ko'rishdi. 2009-yildan boshlab Dalay Lama ko'rishdigan davlat rahbarlari ozayishga boshladi. 2013-yilda Dalay Lama faqat Litva va Polsha davlat rahbarlari bilan ko'rishdi. Yer şari vaqt gazetining maqolasi mundaq davomlashtirildi. Fransiya, Germaniya davlat rahbarlari Jungoning xuy paylini qo'zg'amaydigan bo'ldi. Avstraliya, Gollandiya, Yangi Zelandiya qatorliq davlat rahbarlari Dalay Lamani kutib olmaydigan bo'ldi. Daniya, Janubiy Afrika, Norvegiya davlatlari Dalay Lama bilan ko'rishni oqsitib qo'ydi. Ayni chog'da chet el davlat rahbarlari Tibet masalasini ko'tarib chiqib, Jungoning xalqaro ishlarga aralashishini cheklamoqchi bo'lgan. Bugun ular Jungo bilan suhbat o'tkazgandimi, Tibet masalasini o'ng'ayliqcha eg'izga olmaydigan bo'ldi. Mamlakatlik siyosiy kengash Milliy va diniy ishlar komitetining mudiri Jovichin, bu Jovichin Milliy ishlar komitetiga mas'ul, asonliq millatlar masalasiga mas'ul odam. Jovichin mundaq ko'rsatdi. Obama va Dalay Lama mayli qancha qatim uchrashsin, o'zining nishonni ishga oshira olmaydi. Kishilarning esidiki 2008-yilning oldi keyinda g'arb siyosiy arboblari Dalay Lama bilan ko'rishganda ba'zi kishilar tantana qiladi. Endi hozir undaq vaziyatni ko'rgili bo'lmaydi. Dalay Lama bilan ko'rishish ularga nisbatan hozir tarqilib qolgan bog'cha bo'lib qoldi. Undaq aytganda, dumbisiga yetib olgan bir bog'cha bo'lib qoldi, deydi Jovichin. Yuqorida ko'rib o'tdik vatandoshlar, endi prezident Obama saroyda xarita chizish ishxonasida Dalay Lama bilan ko'rishdi. Buningdan burun g'arb davlatlari Dalay Lama bilan ko'rishishni azaytgan bo'lsa, buning sababi yana nada? Mencha yana Jungoda. Jungo sen bu g'arb davlatlariga nima va'da berding? Masalan, Tibet masalasini qanday hal qilish masalasi to'g'risida g'arb davlatlariga qanday va'da berding? Gap mana bu yerda. Sen va'da bergandan keyin g'arb davlatlari seni kutib turdi. Kutib turganda sening shartlaringga ma'qul deydi, ko'rishmaydi ya ko'rishidi. Mana shunday. Sen bugun shu va'dani ishga oshirmagan ekansan, endi g'arb davlatlari yana qaytadan bir-birlab ko'rishadigan, qabul qiladigan bo'lsa, sen bosh sanadigan davlatlar ko'rishadigan bo'lsa, bu vaqt buning sababi yana g'arb davlatlarida emas, buning sababini o'zing keltirib, masala hal qilish. Dalay Lamaning masalasi Tibetning masalasini hal qilish. Shundan asonliq millat deb atalmış avtonom rayonlarning masalasini qaysi shaklda hal qilasan? Hal qilish. Mana bu sening oldin turgan birdan bir vazifa.